Velosipedimiz KTM Light. Mana gorniy velosiped so'raganlar uchun asfaltga ham, gorniyga ham ikki taraflama ketaveradi. Amortizator vtulka, generator, amortizator vilka, то есть adashdim. Generator vtulka, Shimano tormozlar, LED fara, pol-avtomat переключательlar, signal, amortizator egar trubkamiz, Shimano vtulka, Shimano Diore LX переключателimiz, abadoglar 2 qavatlik. Tak, skorosimiz 8 ga 3. O'ta ham yengil holat yurishiga baxshim gap yo'q. Alyumin bagajnik mana o'ziniki. Krilolar hammasi radnoy. Narxi 1.800.000 so'm. Kelishamiz. Murojaat uchun telefon zakreplёnный kommentariyda bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Kelishilgan holatda.